Bugungi mavzu juda muhim. 2020-2024 yillarda pensiyalar indeksatsiya natijasida aslida qanchaga oshdi? Ya'ni qog'ozdagi foizlar real pulga aylanganda odam qo'liga qancha qo'shimcha tushdi? Bu masala faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga ham tegishli. Chunki indeksatsiya qanday hisoblanishini tushunmasangiz, sizga to'langan summa to'g'rimi yoki yo'qmi? Qo'shimcha pul qo'shildimi yoki ayrim oylar hisobdan tushib qoldimi? Buni aniqlash qiyin bo'ladi. Men bugun sizga oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntiraman. 2020 yildan 2024 yilgacha pensiya necha marta oshdi? Har bir oshirish real summada nimani anglatadi? Kimlar bundan ko'proq foyda ko'rdi? Kimlarda esa oshgan foiz unchalik sezilmadi? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, qayerga murojaat qilish, qanday hujjat tayyorlash va arizada nima yozish kerakligini ham aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing, chunki bunday ma'lumot har bir oilaga kerak. Avvalo, indeksatsiya nima ekanini aniqlab olaylik. Pensiya indeksatsiyasi degani davlat pensiya va nafaqalarni ma'lum foizga oshiradi. Bu oshirish odatda narx-navoning ko'tarilishi, inflyatsiya, oziq-ovqat, kommunal xizmatlar, dori-darmon va kundalik xarajatlar oshganini qisman qoplash uchun qilinadi. Masalan, sizning pensiyangiz 10 million so'm bo'lsa va pensiyalar 10% ga oshirilsa, yangi pensiya 10 million so'm bo'ladi. Ya'ni sizga oyga 100 ming so'm qo'shimcha tushadi. Lekin bu yerda juda muhim nuqta bor. Odamlar ko'pincha pensiya 15% ga osh degan xabarni eshitadi va hamma bir xil pul oladi deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Foiz hamma uchun bir xil bo'lishi mumkin. Lekin real pul summasi har xil chiqadi. Kimning pensiyasi 700 ming so'm bo'lsa, 25% oshganda 25 ming so'm qo'shiladi. Kimning pensiyasi 2 ming so'm bo'lsa, 25% oshganda 300 ming so'm qo'shiladi. Shuning uchun indeksatsiyada eng muhim savol faqat foiz emas, balki mening qo'limga real qancha pul qo'shildi degan savoldir. 2020 yilga qadar ham pensiyalar bosqichma-bosqich oshirib kelingan. Lekin 2024 yillar alohida davr bo'ldi. Nega? Birinchidan, pandemiya sababli ko'plab oilalarning daromadi kamaydi, xarajatlar esa oshdi. Ikkinchidan, keyingi yillarda bozordagi narxlar, ayniqsa oziq-ovqat, dori-darmon, transport va kommunal xarajatlar sezilarli ko'tarildi. Uchinchidan, pensiya tizimida eng kam pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha alohida o'zgarishlar qilindi. Ya'ni masala faqat umumiy pensiya 10 yoki 15% ga oshdi degan gap bilan tugamaydi. Oldingi yillarda ko'pchilik pensiya oshishini juda oddiy tushunar edi. Prezident farmoni chiqadi. Falon sanadan pensiyalar oshadi. Keyingi oy pensiya ko'proq keladi. Lekin amaliyotda ko'p savol tug'ilardi. Masalan, oshirish qaysi sanadan qo'llanadi? Oy boshidanmi yoki belgilangan kundanmi? Pensiya kartaga tushsa avtomatik qo'shiladimi? Naqd oladiganlar keyinroq olsa farqi beriladimi? Minimal pensiya oladigan odamda foizli oshirishdan tashqari alohida ko'tarilish bo'ladimi? Hozirgi davrda aholi ko'proq savodli bo'lib boryapti. Endi odamlar faqat oshdi degan xabarni emas, aniq hisob kitobni talab qilyapti. Bu to'g'ri. Chunki pensioner uchun 50 ming so'm ham pul. Ayniqsa bir oyda dori olish kerak, gaz, elektr to'lash kerak, nevaraga yordam berish kerak bo'lsa. Har bir so'mning ahamiyati bor. 2020-2024 yillarda indeksatsiya bir necha bosqichda bo'ldi. Men bu yerda umumiy hisoblash mantiqni ko'rsataman. Aniq summalar sizning pensiyangiz bazaviy miqdori, ish staji, ish haqi bo'yicha hisoblangan koeffitsiyentlar, ustamalar, qo'shimcha to'lovlar va eng kam miqdor kafolatlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin oddiy odam tushunishi uchun eng qulay yo'l shuki. Biz 2020 yil boshida pensiyasi ming so'm bo'lgan odam misolida ko'ramiz. Agar odamning 2020 yil boshidagi pensiyasi ming so'm bo'lgan bo'lsa, birinchi katta savol. 2024 yilga kelib bu pensiya qanchaga yetdi? Har bir oshirishdan keyin yangi summa eski summaning ustiga hisoblanadi. Ya'ni foizlar har safar boshlang'ich ming so'mdan emas, balki oxirgi oshgan summadan olinadi. Bu juda muhim. Chunki 10% keyin yana 10% oshsa, jami 20% emas, 20% ga yaqin o'sish chiqadi. Masalan, ming so'm pensiya 7% ga oshsa, 70 ming so'm bo'ladi. Keyin shu 1 million 70 ming so'm yana 10% ga oshsa 1 million 70 ming so'm bo'ladi.
Ya'ni ikkinchi oshirishdagi 10% is muayyan emas, 17 ming so'mni tashkil qiladi. Shu sababli yillar davomida indeksatsiya ustma-ust yig'ilib boradi. 2020 yildagi oshirishlarni olsak, 1 million so'm atrofidagi pensiya 7% indeksatsiyadan keyin taxminan 1 million 17 ming so'mga chiqadi. Bu real qo'shimcha 7 million so'm degani, o'sha davrda 7 million so'm nimaga yetardi? Masalan, bir necha kunlik non, sut, yo'q, kartoshka yoki bitta ikkita muhim dori xarajatini qoplashi mumkin edi. Lekin inflyatsiya yuqori bo'lgan sharoitda bu qo'shimcha darhol sezilmay qolishi ham mumkin. Shuning uchun pensionerlar oshdi. Lekin bozorda narx ham oshdi deb to'g'ri aytishadi. 2021 yilda navbatdagi oshirishlar bo'lganda 2020 yilgi 27 ming so'm endi yangi baza bo'ladi. Agar 10% oshsa 7 ming so'm qo'shiladi va pensiya 27 million so'm bo'ladi. Keyingi 10%lik oshirishda esa 27 so'm qo'shilib pensiya 22.4 so'mga yetadi. Ko'ryapsizmi? 2020 boshidagi 1 million so'm pensiya 2021 oxiriga kelib qariyb 22.5 ming so'm bo'lib qoladi. Real farq 2.4 so'm. Bu allaqachon sezilarliroq pul. Bir oyda kommunal to'lovlarning katta qismini yopishi yoki dorilar ro'yxatining bir qismini olishga yordam berishi mumkin. 2022 yilda ham pensiyalar oshirildi. Agar 2023 oxiridagi 2.4 so'mni olaylik. 12%lik oshirish qo'llansa, qo'shimcha taxminan 25.364 so'm bo'ladi va pensiya 1.464 so'mga chiqadi. Keyin yana 10%lik oshirish bo'lsa, qo'shimcha 1.5 million 600 so'm atrofida bo'ladi va pensiya 15.35 ming so'mga yetadi. Demak, 2022 oxiriga kelib 2020 boshida 20 ming so'm olgan pensioner taxminan 5 ming so'm ko'proq ola boshlagan bo'ladi. Endi bu summani hayotiy misolda ko'raylik. Toshkentda yoki viloyat markazida yashaydigan pensionerning oyiga dori xarajati 250 ming 400 ming so'm bo'lishi mumkin. Qish oylarda gaz, elektr, ko'mir yoki o'tin xarajati ham qo'shiladi. Shunday sharoitda pensiyaga qo'shilgan 595 ming so'm katta yordam. Lekin agar uyda faqat bitta pensioner bo'lsa, ijarada yashasa yoki surunkali kasallik sababli qimmat dorilar olsa, bu o'shish ham yetarli bo'lmay qolishi mumkin. 2023 yilda pensiyalar yana oshgan davrlarni hisobga olsak, 1 million 585 kun 7 ming so'mlik pensiya 7% ga oshganda qo'shimcha taxminan 11.65 so'm bo'ladi va summa 17.625 so'mga chiqadi. Keyin yana 7%lik oshirish qo'llansa, qo'shimcha taxminan 1.970 so'm bo'ladi va pensiya 26.906 so'mga yetadi. Bu yerda odamlar ko'pincha savol beradi. Nega 7% juda kam sezildi? Chunki bozordagi ayrim narxlar bir yilda 7% dan ko'proq oshgan bo'lishi mumkin. Masalan, go'sht, dori, kommunal xizmat yoki transport xarajatlari tezroq ko'tarilsa, pensiya oshishi qog'ozda bor. Lekin cho'ntakda unchalik sezilmaydi. 2024 yilda pensiyalar bo'yicha katta e'tibor 25%lik oshirishga qaratildi. Agar 2023 oxiridagi 1.26.196 so'm pensiyani 25% ga oshirsak, qo'shimcha taxminan 2.329 so'm bo'ladi. Natijada pensiya 2.125 so'm atrofida bo'ladi. Demak, 2020 yil boshida 1.20 million so'm pensiya olgan odam 2024 yilda taxminan 2.100 ming so'm atrofida pensiya ola boshlaydi. Umumiy oshish 1.100 ming so'mdan ko'proq, ya'ni 2 baravardan ortiq. Lekin men bu yerda yana bir muhim ogohlantirishni aytaman. Bu hisob model hisob. Sizning haqiqiy pensiyangiz aynan shunday chiqmasligi mumkin. Chunki ba'zi pensionerlarda eng kam pensiya miqdori bo'yicha qayta hisoblash bo'ladi. Ayrimlarda ustamalar bor. Ayrimlarda nogironlik guruhi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, harbiy xizmat, maxsus toifalar yoki ish stajiga bog'liq qo'shimchalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu raqamlar sizga yo'l yo'riq beradi. Lekin yakuniy javobni shaxsiy pensiya ishingiz bo'yicha tekshirish kerak. Birinchi navbatda eng kam pensiya yoki unga yaqin miqdorda pensiya oladiganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki bunday odamlarda faqat foizli indeksatsiya emas, minimal kafolatlar ham muhim rol o'ynaydi. Misol uchun, agar davlat eng kam yoshga doir pensiya miqdorini oshirsa, ba'zi odamlarning pensiyasi oddiy 10 yoki 15% dan ko'proq o'sib ketishi mumkin. Chunki ularning eski pensiyasi yangi belgilangan
eng kam miqdordan past bo'lsa, pensiya shu minimal darajaga yetkazilishi kerak bo'ladi. Ikkinchi toifa ish staji to'liq bo'lmagan pensionerlar. Ba'zan odam men ham pensiyadaman, nega qo'shnimniki ko'proq oshdi deb so'raydi. Sababi qo'shnisining ish staji ko'proq, rasmiy oylik yuqoriroq bo'lgan yoki pensiyasiga qo'shimcha ustama bor. Pensiya tizimida bir xil yoshga chiqqan ikki odam bir xil pensiya oladi degan qo'yda yo'q. Hisob-kitobda ish staji, rasmiy maosh, sug'urta badallari davri va boshqa omillar rol o'ynaydi. Uchinchi toifa. Nogironlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Bu yerda ham indeksatsiya bor, lekin turga qarab miqdor va mexanizm farq qilishi mumkin. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxsning pensiyasi bilan bolalikdan nogironlik nafaqasi bir xil tartibda hisoblanmasligi mumkin. Shuning uchun hamma 15% oldi, meniki nega boshqacha degan savolga javob hujjati va to'lov turida bo'ladi. 4-toifa. Pensiyani bank kartasi orqali emas, naqd shaklda oladiganlar. Ba'zan to'lov sanasi, pochta jadvali, bankning texnik jarayoni sababli oshirilgan summa bir necha kun kechikib ko'rinishi mumkin. Bu darhol xato degani emas, lekin bir oy o'tib ham farq berilmasa, albatta tekshirtirish kerak. Birinchi misol. Aytaylik, 2020 yil boshida Saodat opa 800 so'm pensiya olgan. Agar umumiy indeksatsiya zanjiri bo'yicha hisoblasak, 2024 yilga kelib, uning pensiyasi taxminan 1,6 million so'm atrofida bo'lishi mumkin. Ya'ni qo'shimcha taklifi 8 million so'm. Lekin Saodat opa minimal pensiya chegarasiga yaqin bo'lsa, ayrim yillarda uning pensiyasi faqat foiz bo'yicha emas, minimal miqdorlar o'zgarishi sababli ham ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun uning haqiqiy pensiyasi model hisobdan biroz farq qiladi. Ikkinchi misol. 2020 yilda Anvar aka 1,5 million so'm pensiya olgan. Xuddi shu indeksatsiya zanjiri qo'llansa, 2024 yilda uning pensiyasi taxminan 3,7 million so'm atrofida bo'ladi. Bu yerda qo'shimcha 1,6 million so'mga yaqin. Ko'ryapsizmi? Foiz bir xil, lekin real pul Saodat opanikidan ko'proq. Chunki boshlang'ich pensiya yuqori bo'lgan. Shuning uchun yuqori pensiya olganlarda indeksatsiya pulda ko'proq seziladi. Uchinchi misol. 2020 yilda 600 ming so'm atrofida pensiya yoki nafaqa olgan odamni olaylik. Foizli oshirish bo'yicha 2024 yilga kelib u taxminan 1,6 million so'm atrofida bo'lishi mumkin. Lekin agar bu ijtimoiy nafaqa bo'lsa, unda alohida belgilangan miqdorlar asosida to'lanadi. Ya'ni pensiya formulasi bilan ijtimoiy nafaqa formulasi bir xil emas. Ko'p odamlar mana shu joyda adashadi. Men ham keksayganman, nega falonchinikidek emas deydi. Javob shuki, biri ish staji asosida pensiya oladi. Ikkinchisi ijtimoiy nafaqa oladi. Uchinchisida nogironlik bo'yicha to'lov bor. 4-misol. Xotin pensioner bo'lib, biri 2 ming so'm, ikkinchisi 9 ming so'm olsa, 15%lik indeksatsiyada birinchisiga 300 ming so'm, ikkinchisiga 1,35 million so'm qo'shiladi. Uy byudjetida jami 435 ming so'm qo'shimcha paydo bo'ladi. Lekin ular buni alohida ko'rsa, nega menga kamroq qo'shildi degan savol tug'iladi. Sababi foiz bir xil, baza har xil. Birinchi nozik joy. Indeksatsiya har doim ham qo'shimcha ustamalarga bir xil ta'sir qilmasligi mumkin. Pensiyaning asosiy qismi bor. Ustama va kompensatsiya xarakteridagi to'lovlar bor. Ayrim ustamalar foiz bilan oshadi, ayrimlari alohida belgilangan miqdor bo'yicha o'zgaradi. Shuning uchun pensiya kvitansiyasida yoki bank tushumida faqat yakuniy summani emas, tarkibini ham ko'rish kerak. Ikkinchi nozik joy. Oy o'rtasidan kuchga kirgan o'zgarishlar. Agar oshirish ma'lum sanadan boshlansa, ayrim holatlarda to'lov keyingi oyda to'liq aks etadi. Oldingi davr uchun farq alohida berilishi mumkin. Pensioner buni bilmasa menga kam to'lashdi deb o'ylaydi. Aslida farq keyingi to'lovda qo'shilib kelishi ehtimoli bor. Lekin takror aytaman, agar farq umuman berilmasa, tekshirish kerak. Uchinchi nozik joy, yangi pensiya chiqqanlar. Masalan, odam 2024 yilining o'rtasida pensiyaga chiqdi. U 2020 yildan beri bo'lgan barcha indeksatsiyani alohida olmaydi. Uning pensiyasi chiqish sanitasidagi amaldagi tartib va miqdorlar asosida hisoblanadi. Shuning uchun men 2020-dagi hamma oshirishni talab qilaman deyish noto'g'ri. Indeksatsiya asosan o'sha davrda pensiya olganlarga qo'llanadi. Yangi tayinlangan pensiya esa amaldagi bazalar asosida hisoblanadi. 4-nozik joy, ishlayotgan pensionerlar. Ayrim odamlar pensiyada bo'lsa ham ishlaydi. Bunda to'lov tartibi, qayta hisoblash
qo'shimcha ish staji yoki rasmiy daromad masalalari alohida ahamiyatga ega bo'ladi. Agar pensioner ishlagan davrida pensiya jamg'armasiga tegishli to'lovlar o'tgan bo'lsa, keyinchalik qayta so'rash masalasini ko'tarishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda har oy bo'lavermaydi. Tartibini alohida tekshirish kerak. 5-nozik joy, hujjatlardagi xatolar. Ish staji noto'g'ri kiritilgan, ism familiyada farq bor, arxiv ma'lumotlari to'liq emas, eski mehnat daftarchasida muhr o'qilmaydi. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumot yetishmaydi. Bunday holatda indeksatsiya to'g'ri bo'lsa ham, pensiyaning o'zi boshidan past hisoblangan bo'lishi mumkin. Odam esa faqat oxirgi oshirishni ayblaydi. Aslida muammo 10 yil oldingi hujjatda yotgan bo'lishi mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, oxirgi 12 oyda olgan pensiya summalaringizni yozib chiqing. Bank kartasiga tushgan bo'lsa, bank ilovasidan yoki bank filialidan ko'chirma oling. Naqd olgan bo'lsangiz, pochta yoki to'lov hujjatlari bo'yicha sanalarni yozing. Sizda oyma-oy ro'yxat bo'lishi kerak. Yanvar qancha, fevral qancha, mart qancha va hokazo. Ikkinchi qadam, oxirgi indeksatsiyadan oldingi va keyingi summani solishtiring. Masalan, indeksatsiyadan oldin 1000 million 800 ming so'm olgan bo'lsangiz, 15% oshirishdan keyin taxminan 2700 ming so'm qo'shilishi kerak. Yangi summa 2007 million so'm atrofida bo'lishi kutiladi. Agar sizga 2000 million so'm tushgan bo'lsa, darhol vahima qilmang, tarkibini tekshiring. Balki qaysidir ushlab qolish bo'lgan, qarzdorlik, aliment, kredit undiruvi yoki boshqa sabab bo'lishi mumkin. Lekin sabab bo'lmasa, pensiya jamg'armasidan izoh talab qiling. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxasi, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi haqida arxiv ma'lumotlari va oxirgi to'lovlar ko'chirmasini olib boring. Agar o'zingiz bora olmasangiz, ishonchnoma orqali farzandingiz yoki yaqin qarindoshingiz murojaat qilishi mumkin. 4-qadam, og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Albatta yozma ariza qoldiring. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiyam 2020-2024 yillarda amalga oshirilgan indeksatsiyalar bo'yicha to'g'ri qayta hisoblanmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Pensiya miqdorimning oyma-oy hisob-kitobi, qo'llangan indeksatsiya foizlari va yakuniy to'lov summalari bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Mana shunday ariza sizga rasmiy javob olish imkonini beradi. 5-qadam, agar javob sizni qoniqtirmasa, ko'rib turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasining viloyat boshqarmasi, Moliya vazirligi tizimidagi tegishli organlar, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki xalq qabulxonasi orqali shikoyat yuborish mumkin. Muhimi, his-tuyg'u bilan emas, hujjat bilan gapiring. Menga kam berishyapti deyishdan ko'ra, falon oyda falon summa olganman, indeksatsiyadan keyin falon summa bo'lishi kerak edi, lekin falon summa tushgan deb yozsangiz, masala tezroq ko'riladi. 6-qadam, yaqinlaringizga ham yordam bering. Ko'p pensionerlar bank ilovasidan foydalana olmaydi. Hisob-kitobni tushunmaydi, ariza yozishga qiynaladi. Agar siz farzand, nabira yoki qarindosh bo'lsangiz, ota-onangizning pensiya tushumlarini tekshirib bering. Ba'zan bitta oddiy tekshiruv natijasida bir necha oy yoki hatto yillar davomida noto'g'ri hisoblangan farq aniqlanishi mumkin. Demak, 2002-2024 yillarda pensiyalar bir necha bosqichda indeksatsiya qilindi va natijada 2002 boshida 1000 ming so'm pensiya olgan odamning pensiyasi model hisobda 2024 yilga kelib taxminan 200 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Ya'ni nominal summada pensiya 2 barobardan ko'proq oshgan. Lekin har bir odamning haqiqiy summasi uning pensiya turi, ish staji, boshlang'ich pensiya miqdori, ustamalar va minimal kafolatlariga bog'liq. Eng muhim xulosa shuki, foizni eshitib qo'yish yetarli emas. Real pulni hisoblash kerak. Pensiyangiz oldin qancha edi, oshirishdan keyin qancha bo'ldi, qancha qo'shimcha tushdi, farq berildimi yoki yo'qmi? Bularni albatta tekshiring. Agar shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasidan hisob-kitob so'rang. Sizning pensiyangiz 2020 yildan 2024 yilgacha qanchaga oshdi? Oshgan summa sizga sezildimi yoki narx-navoning ko'tarilishi uni yutib yubordimi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda pensiya hisoblashdagi eng ko'p uchraydigan xatolar
va qo'shimcha ustamalarni qanday talab qilish haqida ham batafsil gaplashamiz.